Assalomu alaykum Darvoza olamini aziz kuzatuvchilari. Navbatdagi sizlarga xudo xolasa kuzgi aksiyamizni e'lon qilamiz. Kuz ham tugadi mana. Xudo xolasa dekabr oyidan boshlab qish oyiga xudo xolasa aksiyalarimiz davom etadi. Darvozada polniy aksiyadagi darvozalar sifatli va eng hamyonbop darvozalar faqat Darvoza olamida 0151 raqamlariga, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi darvozamiz mana Hayti gibrid darvozamiz 1 kvadrati 650 ming so'mdan boshlanadi. 750 ming so'mga chiqadi. Skidka narxda 650 mingdan xarid qilishlaring mumkin. Eni 330, balandligi ham 330. Ajoyib tarzda lazer fasonlar qilingan, nержавейкалар ham original, o'zgacha dizaynda qilib ko'kidan yopishtirganmiz. Ruchkalar ham o'ziga yarashgan holatda. Buni 650 ming material qanaqa bo'ladi degan savolga javob 2.8 ga 6, tagi 8 da shivillar, qo'lg'a profillar, kakpolojni 6 ga 4. Xo'p, listlari 1.2 lik stenkada bo'ladi. Va xolasa kraskalari balanchli devo kraska bo'ladi. Gruntovka обязательно sepiladi. Gruntovkasi darvoza xarid qilmang aziz xaridorlar. Navbatdagi darvozamiz trendda turgan darvoza hozir ham Dubay Shtambovka. Buni ham 1 kvadrati 650 ming so'mdan boshlanadi, 750 ming so'mgacha chiqadi. Xo'p, ishlatilgan materiallar bunga kakpolojni 8 ga 6 ikkita yoni, tagi 8 da shivillar, mashina kirganda yoki beton orasida qolib ketganda chirib netmaydi. Qo'rg'a profillar 6 ga 4, обязательно listlari 1.2 lik stenkada bo'ladi. 1.3 deyiladi, 1.2 chiqadi. Nержавейкалар ham original nержавейка. Gulixo'y qismi bo'ladi, ozmoz, ichkariga yorug'lar kirishi uchun, sal uyga havo yetishmay holatdagi bo'lganligi, yopiq holatdagi uylar uchun ajoyib yechim. Buni razmeri 3.40 ga 3.5. Navbatdagisi sariq nержавейкаdan ishlatilgan kraskalar, kakpolojni devo kraskada bo'lgan. Buni ham materiallari xuddi shunday. Buni razmeri 3.5 ga 3.5. Bu darvozamiz ham 650 ming so'mdan boshlab 750 ming so'mgacha chiqadi. Kakpolojni materiallari ham cho'tki va xolasa xizmat qilib beradi. Kakpoloj ovozlari ham mana. Uncha-munchaqa dang'ir-dung'ir qilib Navbatdagisi nержавейкasi holatda bo'lgan darvozamiz. Buni razmeri 3.60 ga 4 metr bo'lgan. Kimda mana shunaqa katta razmerlar bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa holatda chiqadi. Nержавейкалар yopishmagan, egalari bizga bez nержавейка qilib bering deyishgan, nержавейка qilib berilgan. Kakpolojni polmatli holatda chiqarilgan. Buni ham materiallari kakpolojni 8 ga 6, 8 ga 4, tagi 8 da shivillar, qo'rg'a profillar 6 ga 4. Kimga shunaqangi sifatli darvozalar kerak bo'lib, qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Xudo xolasa ishlaringizni tez va sifatli qilib, o'z muddatida xudo xolasa chiroyli qilib bitirib olib borib o'rnatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Darvoza olami faqat sizlar uchun xalq xizmatida.